Поверните. Очень классно. Оно встречно. Такая классная джинсы укорачиваем. Такой красота. Hozir trendda mana shu jinslar. Mana. Biz buni bo'yni ukarachib qilamiz, zavодской shov qilib. Просто sizlarga mana shu trenddagi jinslarni ko'rsatmoqchi edim. Mana. Orqasi обычный. Встречевые джинсы. Встреч. Bu jinsimiz обычный, oldi обычный, orqasi новый model. Taram. Mana shunaqangi chiroyli shim orqasida mana karmanida. Yangi trenddagi jinslar chiqyapti bu bahorga. Firmasi Mag firma. Mana shunaqa shoxachi kesgan, buni ham bo'yni kicaytirib, mana shunaqa заводской shov qilib обработка qilamiz. Bu videomni maqsadi sizlarga trenddagi jinslarni ko'rsatish edi. Bu укорачивание обработкаларni уже ko'rsatganman. Mana chiroyli bu vishka, nakleyka emas, bu vishka. Agar kim vishka bilan заниматься qilmoqchi bo'lsa, mana shunday jinslarga vishka qilish ham hozir bu ham yangi bizneslardan bo'ladi. Mana chiroyli bo'lib chiqadi. Qilib sotsa bo'ladi. Bu yangi trenddagi 2026 ning trendi. Mana orqasi vishkada bu. Lekin karmani ochilmaydi. Mana karmani bilan birga tutib vishka qilgan. Qarich tayyor jinsiga mana shunday vishka qilish ustidan olib hech nimasini karmanni rasparosa qilmasdan, bu qilmasdan tayyor mana ustidan bir xil qilib qilingan. Просто karman bir tarafini ishlatmaydi, все. Mana shunaqangi jinsi. Прикольно.